O'rtoqlar, ujinga chiqishdan oldin lehki ujincha qilmoqchiman. Qaranglar. Agar Tailandga kelsanglar, xudo xolasa, men sizlarga arzon ovqatlanish yo'llarini o'rgataman. Biz ham rossiyaliklardan ko'rganmiz, ya'ni men ko'rganman o'zim. Mana bunaqa ikura olasizlar, mana bunaqa любой rol olasizlar. Bu menda krevetkali rol, buni tovuqligi ham bor, krevetka yemaydigan, lekin mana bunaqa rost sesame degan sous olasizlar. Buni ochasizlar. Bu yerda ovqatlanish turistlar uchun turistik zona bo'lgani uchun mana biz yashayotgan Pxuketimiz mana bunaqa ikura bo'ladi. Mana rollarni ustida ham bo'ladi. Turistik zona bo'lgani uchun ancha-muncha tiqib olishadi, qimmat. Kecha 7-Eleven ga kirasizlar, shunaqa zo'r bugun 35-40 batga, ya'ni bizani pulda 12 ming so'mga shunaqa burger yedim. Isib beraymi deb turadi. Svejiy turibdi. Ichida, salafanning ichida bo'ladi, spetsialniy burgerlar. Mana 2026-yil 29-yanvargacha ekan. Har kuni svejiy kelib turadi bu. 2 kundan keyin srogi chiqib ketar ekan. 24-da chiqqan ekan. Borini ovurdim, srogiga qarab olsam, qolmay qoladi. Shunaqa zo'r qizlar, shuni o'sha yerdan ko'rib yegim keluvdim. Yeyman shuni borib deydim. Lekin agar arzonroq yeb, arzonroq emas, ham vkusniy mana rol yaxshi ko'radiganlar. Lekin arzonroq yeyman va vkusniy bo'lsin deydigan bo'lsangiz, men sizlarga shuni sovetovat qilaman. Mana bunaqa ikora 7-Eleven da bo'ladi. Sesame. Bismillahirrohmanirrohim. Вообще mazasi zo'r qizlar. Mana xohlaydigan istorsa ham bo'ladi. Aytuvchi ribani ikrasiman mayli. Umuman semirmabman. Dasturligini olgan ekanman. Simivanga boramiz. Bizda aytmay qo'ya qolay, ertaga ko'rasizlar. Qop ketdi.